Assalomu alaykum qadrdonlarim. Mana kunlar ham isib ketdi. Pechkalarni sezoni tugab, mana endi mana bunaqa chiroyli chorpiya suvrilarni boshlaganmiz. Hozir sizlarga birma-bir narxlari bilan aytib ketaman. Qani ketdik. Xo'sh, mana bu birinchi so'rimiz 3 metrga 260 lik mana shunaqa qimmat xamer zarli kraskalari bilan kraska qilingan. Narxi 3 million 200 ming so'm. Samarqandning hamma tumanlariga dastavkasi mana shuni ichida bo'ladi. Qo'shni viloyatlarimizga dastavkasiga kelishilgan narxlarda ozgina qo'yiladi. Xo'sh, listlari hamma joy yangidan 8 ga 8 profilni baquvvatdan qo'yganmiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Fasonlari ham bizada hammasi har xil bo'ladi. Bir xil narsa umuman bo'lmaydi. Bu yonida esa mana bunaqa chiroyli rangda chiqarganmiz. Oddiy gullardan, pechatni gullardan ishlatganmiz. Bu 3,5 ga 260 bo'lyapti. Xo'sh, buni narxi 3 million 600 ming so'm bo'ladi. Xuddi mana shunaqa fasonda. Listlari yangi buni ham. Mana kelishinglar mumkin. Xo'sh, profillarni ham bitta ko'rsatib o'tdik. Mana profillar ishlatadigan materialimiz hammasi yangisidan ishlatamiz. Eski danglagan ishlatilmaydi. Mana poliga qo'yadigan listlarimiz bularni har xili bor. 1.2 dan boshlanadi. 1.2, 1.5 lik, 1.7 gacha zakazlaringga qarab qo'yib beramiz. Mana bu tomonda ham terilyapti. Ko'rishinglar mumkin. Uzunasiga xo'sh, 2 qator 6 ga 4 dan 1,5 tenkaligidan qo'yiladi. Iniga ham общий hisobda 4 qator laga qo'yiladi. Mana buni ham fasoni o'zgacha bo'lyapti. Bu yonda yana bitta mana yasalyapti. Ko'rishinglar mumkin. Mana dizayni hammasi har xil. Ustalarimiz o'zlari dizayn yaratadi. Yoki sizlarda qanaqa naqshlar bo'lsa, o'zlaring kelib ko'rsatsanglar, unaqa ham qilib beramiz. Bu yonga ham. Mana bu tomonda yana bitta tayyorimiz bor. Bu ham 3 metrga 260 dan bo'lyapti. Fasoni salgina oddiyroq bo'lyapti. Bularning narxi 3 million 100 ming so'm, dastavkasi ichida bo'ladi. Xo'sh. Bu yonda yana bitta hozir shaxsan o'zim yasayapman, bitta shoxonasidan, xudo xolasa 2-3 kunda silayapti, ko'rsataman. Xo'sh. Mana ko'rishinglar mumkin. Buni listlari 1.7 ligidan bo'lyapti. 1.7 lik juda baquvvat qalindan bo'ladi. Razmeri 260 ga 4 metrlik bo'lyapti. Mana bunaqa har bittasida tormozi bor. 6 ta g'ildirakli bo'ladi. Juda ham baquvvat bo'lyapti. 10 ga 10 profil, atrofi 10 ga 5 likdan bo'lyapti. Xo'sh, mana gullari ham 1,5 2 lik, suyanadigan joyi 6 ga 4 dan bo'lyapti. Xullas juda ham baquvvat bo'ladi. Stili ham shohona bo'ladi. Kimga ham mana shunaqa sifatli, mustahkam so'rlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Mana bu tomonda ham yana bittasi mana bitay deb qoldi. Mana ko'rishinglar mumkin. Dizayniga o'zlaring baho beringlar. Yoqqan bo'lsa kommentariyada yozib ketasizlar. Mana har bittasi xuddi zargarda ishida